egasiz olib kirib ketib qoladi hozir agar. Ha, demak bu kaskani men kiyar ekanman. Обязательно. Taqib olasiz. Qalay chiqdi? Sig'madi-ku. Yo'q. Kallam 60-razmerda, 60-razmer. Mashallah. Xudo qilamiz endi. Amalliymiz, ushlab yuraman. Yo'q, mana ochiladi. Qani, yana ham sig'madi. Bo'ynim bo'g'ilib qoldi. Ochish kerak. Yarashdimi? Ayo Vietnam. Sinchao Vietnam. Come on. Чисто Vietnam. Come on. Vietnamga o'xshab. Vietnamga o'xshadimmi? Ketdik. Ay Sardor aka. Vallahi aka kelamiz xudo xolasa. Inshaalloh xabarlashamiz. Qanaqasi aloqadaman, bemalol yozaverasiz. Sardor aka, baykani olishingiz tarixi, buni o'zgarishi, murakkabliklari haqida ikki og'iz gapiring. Sotib olganmisiz yo arendami? Yo'q, sotib olganman. Endi arendadan ko'ra sotib olgan ancha qulayroq tushadi. Chunki har oy pul to'laysiz. Baribir uzoq muddat yashasiz, bir yilda buni pulini o'zi chiqarib qo'yasiz o'shani hisobiga. Endi agar dokument prava bo'lsa, международный bemalol olsa bo'ladi. Masalan, o'zingiz nomingizga оформляtsiya, albatta bu yerda turarga ofitsialniy dokumentingiz bo'lishi kerak, ya'ni propiska bo'lishi kerak. Doimiy propiska. Doimiy o'sha propiskangiz bo'lsa, o'shanda hammasi yaxshi. Bizlar propiska mana mashita. Yo'q, demak bir hafta 10 kunga kelgan turistlar bayka olib mina olmaydimi? Minmaganligi yaxshi, chunki mendan maslahat, endi bular bizga o'xshab haydamaydi. Endi agar professional bo'lishsa, unda boshqa. Agar endi bu yerda ko'raman desa, eng katta xatolardan bittasi, chunki juda ham ko'p odam qilargan xato baykdan yiqilishadi. Chunki vyetnamliklar baykni masalan bizga o'xshab haydamaydi. Bular uni bitta joydan ikkinchi joyga yetib olish vositasidek ko'rishadi. Ya'ni qurollagan, svetoforlarga, boshqaga qarab o'tirishmaydi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hamma joydan uchib-uchib chiqib kelaverishadi. O'shaning uchun ozgina bularga moslashish kerak, unga ham vaqt kerak bo'ladi. Bir hafta kam deb hisoblayman. Aha. Ha, nechinchi etajga chiqamiz? Hozir 5 ga chiqamiz. 5 ta bizning sport zalimiz bor. Sport bilan shug'ullanadigan o'ta yaxshi yorug'roq joylari bor. Bo'lsa u yoqda agar. Aha. 34 kemasiga chiqamiz tepaga. Sayohat taassurotlari kanali chet eldagi o'zbeklar rukni ostidagi podkastlarini davom ettiradi. Ayni paytda biz Niachang shahrida Janubiy Xitoy dengizi bo'yidagi ajoyib bir muhtasham mehmonxonaning panorama bir derazalaridan dengizga tomonga qarab suhbatni boshlayapmiz. Meni bugun juda qiziqarli, juda katta chet eldagi yashash, ishlash tajribasiga ega bo'lgan, o'zimizning o'sha Toshkentning Qibrayda tug'ilib katta bo'lgan 17 yildan beri Turkiya, Tailand va Vyetnam singari mamlakatlarda ishlash, yashash tajribasini orttirgan yurtdoshimiz Sardor aka o'tiribdi. Dastlab Sardor aka xush kelibsiz. Avvalo podkastga rozilik bildirib, o'zingizni tajribangiz, fikrlaringiz, taassurotlaringizni o'rtoqlashmoqchi bo'lganingiz uchun katta rahmat oldindan. Azizlar, bizni oxirigacha kuzating. Nihoyatda qiziqarli, qanday qilib chet elda ishlash mumkin, yashash mumkin, qanday qilib daromad orttirish mumkin va hokazo singari savollar atrofida bugun suhbatlashamiz. Bizga like bosib va kommentariyalarda, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Savollarga albatta Sardor aka ham, men ham javob berishga tayyormiz. Sardor aka, dastlab o'zingizni bir yaqindan qisqacha bo'lsa ham tanishtirsangiz, qayerdansiz, qanday qilib chet ellarga ketib qoldingiz, umuman mehnat faoliyatini qachon boshlagansiz, biznesni, qaysi sohalarga kirib chiqdingiz, bugun qaysi sohada ishlayapsiz, shular haqida. Assalomu alaykum, ismim Sardor, O'zbekiston Toshkentning Qibray tumanida tug'ilib katta bo'lganman. 18 yoshimda birinchi marta Turkiya, endi ko'pchilik bizda O'zbekistondan, Rossiyadan boshlasa, bizning yo'nalish sal boshqacha bo'lib qolgan. Turkiya Istanbuldan boshlangan bizning safarimiz. U payt povurlik qilardim men. Oshchilik sohasida edim. Shu povurlik sohasidan o'tib Antaliyaga yetib olganimdan keyin endi sal tezlashtirib aytyapman, tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsin deb Antaliyaga yetib olgandan keyin u yoqda o'sha turizm sohasini boshladim. Hozir почти umrimning yarim qismini turizm sohasida o'tkazdim desak bo'ladi. Endi turizmni ham
har xil yo'nalishlari bor. Ko'rganingizdek, Turkiyada masalan endi turklar rahbar deydi, o'zimizdan Jaydar qilib aytganda gidli, ya'ni kelayotgan mehmonlarni ko'rib, shaharini tanishtirib, tarixini aytib, chiroyli servis xizmat ko'rsatish sohasida ishladim ancha yil. Endi bu yoqda ham o'zingiz ko'rganingizdek, biz siz bilan tanishganimizdek, ya'ni bu yerda Vyetnam dori darmon yo'nalishida juda ham kuchli bo'lgani uchun batla bilan shug'ullanar ekan bitta firmada ishlayman hozirgi kunda siz bilan tanishgan joyimda. Turkiyada necha yil ishladingiz? Yana qaysi davlatlarda ishladingiz? Turkiyada 10 yildan oshiq yashadim, o'sha yerda ishladim. Qo'lni ketmasdan 8 yil yashadim Antaliyada. Juda ham yaxshi ko'raman Antaliyani, hozirgacha ikkinchi vatanim deb hisoblayman. Chunki hayot davomida har xil og'ir, yengil vaziyatlar bo'lganida bizaga yaqinroq musulmon xalq bo'lgani uchun avvalambor juda yaxshi insonlar menga to'g'ri keldi Turkiyada. Endi yomon inson ham to'g'ri keladi, bilasiz. Har bitta yomon inson, yomon deganimiz endi nimadir bizaga ozor bergan inson ozor bilan qo'shib bizaga dars ham berib ketadi. Turkiyada juda ham katta hayot tajribasiga o'zim uchun endi shaxsan ega bo'ldim deya olaman. Turkiya juda ham qiziq davlat. Masalan, qisqa qilib aytishga harakat qilaman. Turkiyadan boshqa qayerda ishladim? Rossiyaga endi ishlashga emas, aylanib Rossiyada bo'lganman. Tailandda ishladim, turizm sohasida. Shu Tailandda 2 yil ishladim. Ya'ni bizning ishimiz sezonniy bo'lgani uchun, masalan, qanaqa 1 yilning o'zida men ikkita davlatda 6 oydan ishlagan paytlarim ko'p bo'ladi, masalan. Hozir ham men aytganimdek, sentyabr oyigacha biz Vyetnamning Nechang shahridamiz. Oktyabr boshida 10 kunlik tanaffusimizdan so'ra bitta sezondan ikkinchi sezonning orasida bo'lgan Tailandda Phuket adasiga, oroliga uchib boramiz. O'sha yerda faoliyatimizni davom ettiramiz. Ya'ni hozirgi kunda meni qilayotgan ishim bizning davlatdan, Qozog'istondan hamda Rossiya davlatidan bizga tashrif buyurgan mehmonlarga Vyetnamni imенно tabiiy dorilarni, ya'ni bizani O'zbekistonda aytgan, o'zbek tilida aytganda tabobatini tanishtiraman hozir. Speaker deydi endi o'zimizdan qilib aytganda, tomoshabinlarga ham tushunarliroq bo'lishi uchun shu sohadaman hozir. Endi undan oldin aytganimdek, otel, turizm, xizmat ko'rsatish, servis sohasida, shuningdek o'zimni yo'nalishimga keladigan bo'lsak, hozirda o'zim ham bir xilda qiziq deb qolaman. Endi ko'p odam o'z yo'nalishi bo'yicha ishlamaganligi uchun men turizm sohasini bitirganman. O'zi bizani Toshkentda Yunusobod 2-kvartalda turizmni kolleji bor, lekin kollejga kirgan paytim o'ylamaganman bu sohada ishlayman deb. Endi taqdir shunaqa ekan, shu sohada hozirgi kungacha davom etib ketyapman. Ya'ni turizmdan boshqa qilgan ishlarimga keladigan bo'lsak, faqatgina shu restoranniy biznes, ya'ni oziq-ovqat sohasida O'zbekistonda ham, Toshkentda ham, Turkiya, yana shaharlarda, yana hatto Vyetnamda endi qilmadik, lekin bu yoqda ham ko'ryapsiz, yaqinlarimiz bor, do'stlarimiz bor, shu sohani qilib yurgan. Endi ozgina bo'lsa ham bu sohada ham anaqamiz, tajribamiz bor deb ayta olaman. Siz endi mana ozmi ko'pmi baribir endi Toshkentdan chiqib ketganingizga ko'p yil bo'lsa ham borib tursangiz kerak hali ham. Endi siz borib turasizmi Toshkentga? Endi qanaqa men sizga aytsam bo'ladi? Oxirgi marta bizda shunaqa vaziyat bo'ldiki, men Antaliyada yashardim. 8 yil agar Turkiyadan chiqmasangiz, 8 yil hech qaysi davlatga chiqmasangiz, uzun donam deydi turklar, ya'ni uzoq muddatga 99 yilgacha siz bu yerda qolishga ruxsatnoma berishadi. Doimiy yashash ruxsati. Doimiy yashash. Men shunda ham doimiy yashashdek yashaganman 10 yil davomida, lekin 2 yilda bir marta uni uzatib turishingiz kerak, ya'ni uzaytirib turishingiz kerak. Endi bir xil so'zlarim turkchaga ketib qoladi baribir. Ko'p yil yashaganim uchun o'zbekchada gapirayotganda endi turk tili bizning tilga ancha yaqin baribir. Shuni o'shani hisobiga 8 yil onamlar bilan, endi oilam unaqa katta emas, keyin oldingi yil to'yim bo'ldi. 8 yil davomida Antalya shahridan chiqmadim hech qayerga, ya'ni bormadim O'zbekistonga 8 yil. 8 yil deganda men oldingi yil bordim O'zbekistonga. Ancha juda ham katta o'zgarishlar bor. O'zim ham hayron qoldim to'g'risini aytganda. Hatto men turadigan joylar juda ham qattiq rivojlanib, domlar, uchastkalar hammasi o'zgarib ketgan. Lekin ko'p qola olmadim. Undan oldingi borgan paytlarimni ham eslayman. Bir oy, 1,5 oy uzoq borsa, qarindosh, urug', yaqinlarni ko'rib, masalan, didoriga to'yib, keyin baribir mana bunda ko'rganinglardek, bu yoq tarafimizda hurmatli tomoshabinlar, dengiz manzarasi endi hozir qorong'i bo'lgani tasvirga olib o'rtada qo'yamiz. Kunduz kuni
man shunaqa aytamanki, mana tomoshabinlarimiz ham ko'pligi bilishadi, baribir sayohat qilgan juda ham ko'p odam sizni kuzatib keladi. Masalan, odamni ichida qanaqadir tushkunlik, mahzunlik holatlari bo'lganda, shunda dengizni bo'yida ozgina mana shu Alloh mo'jizalaridan mana shu dengizimizni suvini ovozi, tabiat, masalan, tinchlik joyi o'zi odamni diliga sokinat berib qo'yadi, ya'ni tinchlik berib qo'yadi. Shuning uchun men o'rganib qolganman. Masalan, men Qibrayda ham bizani Bo'zsuv bor, qana Qibrayda mehmonlarimiz bo'lsa ham mana kommentariy yozib qo'ysanglar bo'ladi. Biz ham Bo'zsuvni bo'yida juda ham ko'p endi dacha sifat kichkina o'tirargan kalovatli, tapchanli joylar O'zbekistonni ham juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni suvni yaxshi ko'raman. Dengizga kirmasangiz ham, masalan, Turkiyada ham xuddi shunaqa. Men oxirgi 17 yil davomida musofirchilikda bo'lsam, har doim harakat qilamanki, shunda suv yonimda bo'lsin. Ya'ni dengiz yonimda bo'lsa, tushishga imkoniyat bo'lmasa ham, masalan, xohish bo'lmasa ham, lekin odamni qanaqadir diliga aniq orom beradi-da, odamni tinchlantiradi. O'shaning uchun именно bunaqa joylar menga juda ham yoqadi. O'zbekistonimizga rivojlanishiga men juda ham qoyil qoldim, to'g'risini aytsak. Oxirgi yillarda mana hamma biladi, juda ham katta o'zgarishlar bor. Hozir men borganimda, masalan, men uchun eng qiziq bo'lgan narsa, bir paytlar biz orzu qilgan narsalardan, men duoyimda so'ragan narsalardan bittasi bo'lyapti deya olmayman sizga. Endi mana bizda shu mavzu bo'yicha gaplashyapmiz. Bir paytlar niyat qilardimki, bizani davlatimizga boshqa davlatlardan kelib odamlar ishlasin. Ya'ni nimaga faqatgina bizani O'zbekiston xalqimizga mehnatkash borib boshqa davlatlarda xizmat qiladi. Allohim shunaqa kunlar kelsinki, bizani davlatga kelib xizmat qilishsin deb duo qilardik. Shukr Allohga ming shukr, borganimda ko'rdim, bizani davlatda Rossiyadan ham kelib ishlashyapti. Masalan, kerak bo'lsa Turkiyadan juda ham ko'p tadbirkorlar kelgan, Koreya mana bilasizlar, juda ham katta firmalarni olyapti, Xitoy. Shunaqa ko'p odam kirib kelyaptiki, men bir kun o'zimni mahallamda yuryapman, Hindistonlik, Pokistonlik talabalar, Bangladesh avtobusga chiqib qoldim aylanib, qayergadir ketyotgandim, yoshligimni eslaymiz deb. Ich to'lada o'zbek ekanman, sizga aytsam, hindistonliklar, boshqalar qaradim, mehnat qilyapti, ular ham kelib ishlashyapti. Masalan, bizda oldin bundan bir 15-20 yil oldin deylik, o'zbekistonlik mehnatkash xalqimiz boshqa davlatlarga chiqib ishchi kuchini pulini sindirishgan bo'lsa, masalan, majbur hamma oilasini boqish kerak. Avvalambor halol mehnat uchun borilgan. Hozir bizani davlatda shu narsani ko'rdim. Ya'ni men ko'p qolmadim, 2 oy uzoq plus minus qolgan bo'lsam, oxirgi borganimda uni 1,5 yil bo'lib qolgandir borganimga. Endi plus minus hisoblaydigan bo'lsak, juda ham xursand bo'ldim. Bizani lekin chet elliklarning ko'payib ketishi mana bir o'tgan yillar ayniqsa Xitoy bosib olyapti, hamma biznesni egallab olyapti. Endi u internet ish o'rinlarimizni deylik tortib olib qo'yapti degan fikrlar ham bor-da. Siz nima deb o'ylaysiz shu haqida? Men u fikrlarni ko'rdim. Meni o'ylashim bo'yicha juda ham ko'p bu internetda, masalan, ommaviy ko'p videolar chiqib, odamlar shunaqa o'ylashdiki, lekin uni tegini olargan bo'lsak, men o'zimni fikrimni aytaman. Avvalambor hammani o'zining fikri bor. Men buni yaxshi deb hisoblayman. Nimaga desangiz, bizani xalqimizni endi bor investitsiya kirgizadigan odamlar, lekin ko'p odamni jur'ati yetmaydi-da. Katta masalan bu 100 yillab ishlatilmagan yerlarni olib, u yoqni masalan ishlovini berib, tarvuz bo'ladimi, boshqasi nima bo'lsa ekib, ya'ni yaxshi demoqchiman-da, bizani ishchilarimiz, masalan, bizani insonlarimiz ishlab pul topa oladi, oilasini boqa oladi, lekin bizani xalqimiz ham dono xalq uni sotib olayotgani yo'q. Ijaraga beryapti, 30 yilga, 40 yilga, 50 yilga. Tegini olargan bo'lsak, biza foydalanmas ekan, bizani avlodlarimizga qolargan qoladi, baribir. Qoladi, bizani davlatga qolargan narsa. Agarki men yana buni chuqur o'rganmadim, agarki masalan sotilib ketayotgan bo'lsa, tey-tugi bilan, unda men qarshiman bu narsaga, chunki baribir biroz sotilib keyin mana masalan любой davlatga borsiz, Chinatownlar bor, Xitoylarni, masalan, mana karislarni o'zini poselkalari qilib qo'yadi. Srazu borib, masalan, endi bizani davlatlarda keyinchalik bu narsa qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin o'ylashim bo'yicha, hozir o'zidan bizani davlatga ko'chib kelayotgan ko'p xalqlar bor. Ya'ni boshqa davlatlardan kelib nimaga bizani O'zbekistonni yashashi, masalan, O'zbekistonni kulturasi, ya'ni tarixi, kultura nima edi o'zbekcha? Madaniyat ana. Endi turkchada kultur deydi turklar. Kultur to'g'ri aytasiz, kultur deydi. Endi chet davlatda ko'p bo'lganimga bir xilda o'zbekchani o'zimizni ko'rgancha yaxshi gapirasiz. Bilaman, o'zbekchani anaqa qilib bir xillarni esidan chiqib ketib qoladi. Endi biza
основной qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar oilam, ya'ni avvalambor onam, ayolim oldimda bo'lishganligiga biz o'zimizni uyda o'zbekcha gaplashganimizga unaqa muammo yo'q. O'zbekistonda uylangansiz a? Men oldingi yil uylandim O'zbekistondan, o'zimizni. Endi bizada o'zbekchilikda bilasiz, endi u temani ham aytib ketaman. Bir xil bizani kuzatayotgan muxlislarga qiziq bo'lishi mumkin. O'zbekchilikda hatto ashulalar ham chiqib ketdi. Qachon uylanasan, qachon uylanasan, qachon uylanasan degan gaplar bor. Men endi to'g'risini aytsam, sal kech uylandim. Endi taqdir hammada har xil. Hech ham afsuslanmayman. 34 yoshda uylangan bo'lsam, 35 yoshda farzandli bo'ldim. Farzandim mana shu Nechang shahrida tug'ildi. U ham mana shu yerda tug'ildi. Bu ham men uchun juda ham katta tajriba bo'ldi. Chunki nimaga desanglar, bizada Vyetnamda O'zbekistonni konsulstvasi yo'q, ya'ni elchixonasi yo'q O'zbekistonni. O'shaning uchun dokumentatsiya masalalariga keladigan bo'lsak, juda ham bir katta tajriba oldim desam bo'ladi. Aytib o'tib keting shuni, qani? Aytib o'tib ketargan bo'lsam, o'g'limga ikki otasi ham, onasi ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun u avtomatik O'zbekiston fuqarosi bo'lib tug'iladi. Ya'ni bu yoqda unga faqatgina tug'ilganligi to'g'risida spravka beradi больница. Ana u yog'i eng qiziq joyi. Endi men surishtirdim. Imенно Nechangda eshitmadim mendan oldin olganlar bo'lganini. Endi balki bo'lgandir-ku, endi men surishtirib topolmadim. Nechangda o'g'limga O'zbekistonni fuqarosi qilib metrka oldik. Baraka topsin, O'zbekiston elchixonasi Indoneziyada bor. Indoneziya orqali aloqaga chiqdik. Qo'ldan kelgancha onlayn yordam berishdi. O'zbekiston fuqarosi qilib unga metrkasini oldik. Ancha vaqtimiz oldi, lekin metrka prosesslari, qog'ozlari endi hammasini chuqurlashargan bo'lsa ko'p vaqtimizni oladi, lekin bittada bo'ladigan narsa emas-da. Surishtirib, ketidan yurib, Allohga shukr, oldik uni. Mana yaqinda bir necha kun oldin O'zbekistonga uchish ruxsatnomasini oldik. Eng kerak bo'lgan narsasi, chunki yana eng qiziq joylardan farzandim Vyetnamda tug'ilgani uchun 10 yil yursa ham hech narsa qilmaydi Vyetnamda. Unga hech kim hech narsa demaydi. Vyetnamda tug'ilgan. Vyetnamniki, lekin Vyetnamdan chiqqan kunidan boshlab qaytib kirargan bo'lsa, unda o'zi boshqacha protsess bo'ladi. Hammaga qo'yiladigan talab unga ham qo'yiladi. Xuddi shunaqa. Ungacha hech qanaqa muammo yo'q, chunki 10 yilgacha chiqmasi kerak. Yo'q, qonunligi bo'yicha. Yo'q, xolasa 1 yildan keyin chiqsa bo'ladi, xolasa. Ya uni tushundim. Agar 10 yil muntazam chiqmay yashab yursa, bo'ladi, 10 yil. Undan 10 yildan keyin istalgan payt Vyetnamga kirib kelaverishi, chiqargan bo'lsa, уже kirib kelishi boshqa protsess bo'ladi. Chunki chiqib yo'q, boya Turkiyani aytdingiz-ku, Turkiyada doimiy yashash propiskasini olish uchun muntazam 8 yil chiqmasi kerak dedingiz-ku. Uni bilmadim endi, lekin u Turkiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham bizda. Siz demak Turkiyada paytingiz, uzr, endi o'rtada bir aniqlik kiritib keting. 8 yil chiqmay muntazam yashadingizmi? Muntazam yashadim. Muntazam har 2 yilda bir marta o'tirmayzin deydi turklar. O'shani uzatdik. U paytli imkoniyatlar bor edi boshqa davlatlarga chiqishga ham. O'shani kutdik. Ya'ni men o'zimni hayotiy tajribamdan aytaman. Masalan, agar inson bir nimani qilgisi kelayotgan bo'lsa, qo'yni tortsa qilish kerak ekan. Men bir xil boshqa davlatga chiqib ketgim keldi, ishlagan. Mayli shuni avvaliy dedim, kerak bo'lib qoladi Turkiyada постоянно xolagan paytimiz endi nima gap nima so'z dedik, oxiri bo'lmadi. Uni men sizga aytmadim. Chunki biza olarganimiz shunaqa paytga to'g'ri kelib qoldiki, Rossiyada mobilizatsiya bo'ldi. Ya'ni Rossiyadan hamma Antalyaga kelib, inostrallar to'ldirib qo'ygan hisobiga biza hamma dokumentlarni to'g'ri topshirdik. 8 yil davomida chiqmadik. O'zi masalan, o'tda oxirgi 5 yilida 6 oydan ko'p chiqmagan bo'lishingiz kerak edi. Chiqib kelgan paytlarim bo'lgan. Ko'pga emas, endi uni chiqdim deb hisoblamaysiz ham. 2 haftaga chiqqandirman, oling, ana 3 kun, 5 kunga chiqqandirman, u anaqa emas. 6 oydan ko'p bo'lmasligi kerak. O'sha payt bizga shunaqa javob keldiki, limitdan o'tib ketdi o'zi inostrallar. O'shani hisobiga sizlarga bera olmaymiz degan javob kelganini hisobiga bizani shuncha uyda yashaganligimiz emas, shu kutganimiz kuydi desa ham behuda bo'ldi deymiz, lekin hammasi tajriba hayotiy. O'tdan keyin mana Tailandda yashadim 2 yil masalan. Tailand ham juda ko'p menga tajriba berdi. Hayotda masalan Aziya вообще siz ko'rganingizdek bu juda ham insonlari quyosh borligigami, dengizgami, qanaqadir ochiq tabiatli. Bor, to'g'ri, ana asabiy insonlari ham bor, kelib qoladi, juda kam. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kular yuzli. Ko'p narsa kerak emas. Bularga baxtli bo'lishligi uchun
mana shu yerda ham yotib ketaveradi, yostiq ham ko'p ishlatmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, gamaklari bor, bilanchaklari bor. Любой joyga osib olishadi. Bizga o'xshab bularga katta холодильник, katta uchastka. Endi o'zbekchilik endi ko'pchilik yoqtiradi, masalan. Bizda nima deydi, dabdabani deymiz, asosan yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Bolam chaqam degan yaxshi yeyish, yaxshi kiyish, yaxshi yashash. Ana yashayin, bolamga qilib beraman, unga uchastka qurib berishim kerak, buni to'yini qilib, bularda bunaqa narsa yo'q. Sardor aka, mana shu 17 yil davomida nimaga erishdim, nima orttirdim deb hisoblaysiz? Chet elda o'tgan, yurtingizdan uzoqda o'tgan umringizda orttirganim eng katta, endi men bu savolingizga shunaqa javob bera olamanki, tanish, ya'ni insonlar bilan aloqa. Juda ham yaxshi insonlar bilan tanishdim. Hozir mana qaysi davlatda bo'lgan bo'lsam, telefonimda nomer bor. Har bitta davlatda kamida bitta-ikkita juda yaqin insonlarim qolgan. Do'stlarim desak bo'ladi, og'ir yengil kunda oldimda turgan. Ya'ni tajriba juda ham katta tajriba orttirdik. Endi hayotda og'ir yengillarini o'rgandik. Endi moliyaviy degan bo'lsak, ko'pchilik moddiy tomonga qiziqadi. Moddiy tomondan ham endi kimda qanaqa bilmadim-ku, baribir ham men o'zimni soham bo'yicha bizani davlatga qaraganda ancha finansiviy ham oylik anaqasida ko'proq deb ayta olaman-da. Endi masalan plus minus qilganimizda baribir bizani davlat endi yaxshi rivojlanyapti. Turkiyalar masalan turizm sohasida bilasizlar, turklar birinchilardan bittasi hisoblanadi. Servis, вообще mehmonxona sohasida all inclusive chiqargan turklar bo'ladi masalan. Все включено sistemasini, o'shaning uchun turizm sohasida insonlar bilan gaplashish, o'zimiz o'zbekcha aytganda insonlarni ozgina ajrata olish, suhbat qilganingizda baribir bilasiz. Bizani o'zbekchilikda aytishadi, jinim suydi, jinim suymadi degan gaplar bo'ladi, har xil bilasiz. Endi ko'plar biladi anaqalarni. Biz ham odamlar bilan ozgina muomala qilganda plus minus 100% demasak ham ozgina ularni shu bitta narsani aytib ketay, aziz tomoshabinlar. Vyetnamga kelganimizning 3-kuni edi. Bizni o'sha bir Niachangni chekkasidagi bir ilonlar bor joy, har xil nima deydi, biologik faol moddalar sotiladigan bir katta supermarketga olib borishdi. Asosan biz endi bu yerda vyetnamliklarni uchratyapmiz, ruslar ko'p yuribdi Vyetnamda. Bir payt o'sha asosan rus xodimlari xizmat qilar ekan, o'shalarning ichida bittasi bizani hamrohlarimizga o'zbekcha tushuntiryapti. Voy, ko'zim chiqib ketdi-yu. Yonlariga borib, Sardor akaning yonlariga borib, "O'zbekmisiz?" desam, o'zbekcha gapiryapman, o'zbekman dedi. Biz xursand bo'lib ketdik, hammamiz xursand bo'ldik haqiqatan. Demak, mana aytyapsiz, eng muhimi odamlar bilan muomala qilish malakasi, tajribasini orttirdim deyapsiz, do'st orttirdim deyapsiz-da. Munosabatlarni o'zi saqlab qolishda eng muhimi nima? Mana uzoq yillar odamlar bilan stabil, men hisoblayman, samimiy bo'lish. Har doim. Hozir biz qanaqa zamonda yashayapmiz? Masalan, odamlarni endi har xil tomoni bor. Men siz bilan samimiy gaplashyapman-da, masalan, ortiqcha ham ana qandoq bo'lsa, shundoq bo'lib qolganingiz, bu juda ham yaxshi svязlarni ushlab qoladi-da. Masalan, endi hozir to'g'ri aytaymi, sizni o'shanda gaplashganimizda bir ikkitalar qarab turgan deysizda bo'lsa, o'shalar menga keyin chiqqandan keyin aytdi, o'zini ja yuqori olib gaplashdi-yu siz bilan, siz ja o'zingizni kamtar oldingiz, ana bola bilan yana shu bilan intervyu qilmoqchimisiz, podkast qilmoqchimisiz deyishdi menga, ochiq, mana endi aytyapman. Deyman. Lekin men o'sha narsani sezmadim sizda. Endi o'sha masalan, men sizni o'zingizni yuqori olganingizni sezmadim. Qanday odamni farqlash mumkin deyman-da. Keyin bitta narsa sizdan so'ray, endi uzr agar o'zini muhokamaga tortyapti demaysizlar. Meni ham ko'pchilik birinchi ko'rganda na vzгляд kekkaygan, manmansiragan odam deb o'ylashganini aytishadi. Yo, unaqa emas ekansan. Shunaqa sezildimi? Menda ham bormi shu narsa? Yo'q, u menda unaqa o'zim ichimda yo'q u narsa-da. Men masalan bir kimnidirdandir yuqori olish deganda. Yo'q, u endi shunaqa narsaki, qanday farqlash mumkin? Sohada bo'lganim uchun gaplashmaguncha bilish qiyin-da. Inson bilan ba'zir ozgina suhbat qilmagunizcha birinchi taassurot bo'ladi. Birinchi taassurotda menda sezildimi? Menda ham bormi? Men sezmadim. Lekin mana sizni sezmadim. Lekin mana siz aytyapsiz-ku. Lekin bu sizlarning anaqalaringiz ham birinchi ya'ni noto'g'ri anaqa qilishmagan. Ko'p odam shunaqa deb o'ylaydi, chetdan qaraganda. Juda ko'p, juda ham ko'p.
yoki чересчур серьезный yoki anaqa deb aytganlar ko'p bo'ladi. Gaplashguncha bu aldamchi bo'ladi-da birinchi taassurot. Chunki eng muhimi siz bilan mana biza qanaqa holatda, qanaqada hamma narsani tushunish kerak-da. Masalan, ishxonada bizani ishxonani o'zini определенный qonunlari bor. Men o'sha yerda bo'lganimdan keyin, o'sha yerda xizmat ko'rsatgandan keyin men u qonunlarni соблюдать qilishga majburman-da endi masalan. Ochiq anaqada bo'lsak, u boshqa gap. Mana bunda bu ham bemalol mana siz bilan o'tirib suhbat qilyapmiz. U o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, juda ham ko'p odam masalan boshqa mumkin emasda qiyin bu narsa mana. Ya'ni masofa saqlash kerak. Masofada shunaqa anaqa endi hamma Lekin baribir men sezmadim qandaydir o'sha birinchi gapingizni o'zida qanaqadir bir estetik zavq olib kulib yubordimda, ani o'zbekcha gapiryapman, o'zbekman endi deganingizni o'shani anaqa qilib. yo'q, anaqada endi to'g'ri Endi kutilmagan joyda bo'ldi-da. Men endi o'zbek anaqasi bu yerda ishlab yurishni kutmagan. Endi bilardim, kelishdan oldin o'rganganman o'zbek oshxonalari borligini, boshqasini. Xo'p, endi mana shu yillar davomida deylik, baribir sizda solishtirish imkoniyati bo'lgandir, mana deylik, pul topish, daromad qilish, biznes sohasida mana o'zimiz bilan Turkiya, Tailand, Vyetnamni solishtirganda biz nimalar o'rganishimiz kerak? Masalan, servisdami, ishlab chiqarishdami, umuman yaratiladigan imtiyozlar deymizmi, tadbirkorlik erkinligi borasida baribir qiyoslaysiz-ku, xohlaysizmi yo'qmi? Odam mana bu tomonlarni o'zimizga olib kirsa bo'lar ekan deganday bir fikrlar o'tadi-yu, sizda ham baribir noto'g'rimi yo'q? To'ppa-to'g'ri. Men endi sizni bu anaqangizga shunaqa javob bera olamanki, bizani davlatimiz juda ham boy davlat. Tabiati ham bor, bizda ham bor. Yana ham ko'proq investitsiya men hisoblashim bo'yicha, endi o'zimning soham bo'yicha aytaman. Boshqa sohalarda tajribam ko'p bo'lmagani uchun turizm sohasi masalan. Juda ham chiroyli joylarimiz bor. Просто masalan siz bu yerga keldingiz, mana ekskursiyaga Dalatga bordingiz, to'g'rimi? Masalan, bizda ham shuni yo'lga qo'yish kerak. Ekskursionniy programma qilish kerak. O'zbekiston shunchalik mashhur davlatki, bizani ko'p dazi aholimiz endi bilishmaydi, chunki chet elda qanaqa qiziqishadi O'zbekistonga. O'zbekiston siz ko'plar ota yurtim deydi, turklar ota yurtim deydi, ko'pi, juda ham ko'pi. Chunki agar masalan siz mana shu sohadasiz, tarix olargan bo'lsak ham, bizani endi ko'plarning chiqishi O'rta Osiyodan. Ya'ni imенно Samarqand, Usmonli turklarni ajdodlarini kelib chiqishi bizani Markaziy Osiyodan. Markaziy Osiyo, yashin buni biladi turklar. Juda ham katta qism. Aholisi qancha Turkiyani? Masalan, bizga ham xuddi shu summaga endi ko'proq bo'lsa ham turlarni yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni insonlar kelib bizani madaniyat bilan ovqat turizmi masalan, ovqatlarning anaqasi bo'yicha endi rivojlanyapti. Men aytganimdek, ancha yildan beri borib ko'p yura olmadim O'zbekistonda, lekin tog'larimizga masalan o'zimizning o'rmonlarimiz bor, cho'llarimiz bor, juda ham ko'p tabiati chiroyli bo'lgan joylarimiz bor. Shu joylarga turlar qilish kerak. Masalan, kelgan insonlarni chiroyli kutib olib, xuddi shu bu yerda bizani xalqimizda dengiz olayotgan bo'lsa, bu yerda davlatda dengiz bor. Ya'ni oldindan oqqan suvni qadri yo'q deyshadi. Qiziq emas o'sha bularga. Bular ham borib, bizani davlatlarni o'rganib ko'rib, masalan, men Tailanddan O'zbekistonda uchayotganimda Puketdan bir samolyot, juda ham xursand bo'ldim. Tailandlik bilan uchdim. Delegatsiya kelyapti O'zbekistonga. Tajriba almashish bo'yicha, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, juda ham katta talab bor, shuni rivojlantirish kerak. Ya'ni aytganimdek, turizmni yana ham kuchaytirish. Uni ham yo'nalishlari ko'p-ku. Diniy turizm bor, masalan, ekoturizm bor. Har xil turizm turlari bor-ku. Tarixiy turizm, tabobat bor. Qaysi bir tabobat turizmi bor? Qaysi birlarini yana bizda jonlashtirish? Bizani davlatimizning eng katta oltini yutuqlaridan mana Samarqand bor, Buxoro bor, Xiva bor, UNESCOga kiradi, ya'ni bu shunchalik hozir ham kelishyapti, ya'ni yevropeysklar qiziqadi, bilasiz, masalan, Samarqand turizm va mehmondo'stlik sohasida bizda qanday kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti deb o'ylaysiz? Baribir har qalay hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borasiz-ku, to'g'rimi? Endi servisimizni, ya'ni ham endi muomalamiz O'zbekistonda yaxshi. Muomala yaxshi O'zbekistonda. Baribir salom berib, boshqa davlatlarda ko'p joyda yo'q-da bunaqa narsa. Bunaqa assalomu alaykum, xush kelibsizlar deydi. Salom. Endi qulayliklar. Kelgan mehmon o'zini masalan mana anaqa his qilmasligi kerak-da. Yabanchi deydi turklar, yabanchi his qilmasligi kerak. Boshqa joyda begonada his qilmaydigan o'zini ona vataniga kelgan atmosferani bera olish kerak ularga mana shu narsani.
lekin bizani davlat yaxshi ketyapti. Men endi minuslarini sizga aytib keta olmayman, chunki avvalambor uni ichida emasman. uni ichida emasman. Mani umrimni aytganimda yarim qismi har xil davlatlarda, masalan, vastamnom Turkiyada o'tganligi uchun ko'p vaqtim bo'lmadi bizani anaqani kuzatish, lekin eng katta yutug'imizdan bittasi bor. Ya'ni o'sargan potensial bor bizani davlatda. Men o'ylaymanki, kelajagi juda ham buyuk bizani davlatimizni. Faqatgina ozgina yana ham mehr berib kuchaytirish kerak. Keyin bitta narsani kuzatdim, qarang, men shu paytgacha bu 7-davlat men kelayotgan Rossiyada plyajlarda cho'mildim. Keyin Gruziyada bo'ldim, plyajlarda cho'mildim. Umon dengizida, Umon sultonligida, Dubayda masalan, mana Vyetnamda ko'ryapmanki, dengiz bo'ylari plyajlar muayyan tadbirkorlar tomonidan egallab olinmaganda, ochiq jamoat obyekti hisoblanadi. Xohlagan odam mahalliy aholimi, turistmi kelib cho'milaveradi-da. Lekin bizda afsuski suv kam, dengiz kam bo'lishiga qaramasdan mana Chorvoqli atroflarini biznesmenlar egallab olgan, muayyan pul haq to'lab borib cho'milasiz. Mana oddiy Toshkentga yaqin bo'lgan Tashmore deymiz-ku, Toshkent dengizi. O'shalarni ham afsuski tadbirkorlar oxirgi payt egallab olyapti. Bepul hamma uchun ochiq jamoat plyajlari, suv havzalari afsuski kamayib boryapti. Nima deb o'ylaysiz shu haqida? Sizning fikringiz qanaqa? Qanaqa bo'lish kerak? Mana shu chet el tajribalaridan kelib chiqib aytsangiz. Endi avvalambor bizda Osmon Orol dengizi bor edi, bilasiz. Qani iloji bo'lsa qayta tiklasak. Turist bizda ham kam bo'lmasdi. Ya'ni avvalambor yashang boshida aytganimizdek suv baribir odamni tinchlantiradi. Shu tog'larning havosi ancha tinchlantiradi. Lekin qo'limizda bor narsaga qarashimiz kerak. Shu borini real. Hozir masalan suv bilan muammomiz bo'lsa, ko'p bo'lmasa tog'imizda bor, bog'imizda bor, ovqatimizda shirin masalamda o'shanga ko'proq aksent berish kerak deb hisoblayman. Ovqat. Bizda O'zbekistonda ovqat. Endi ovqat, meva-chevalar, mana shu ko'p joyni ko'rgansiz, bo'lgansiz. Qaysi biri mazali? Aytingchi. Endi baribir o'zimizdan davlatga yetmaydi avvalambor. O'shaning uchun endi o'zbeklar avvalambor bizning xalqimiz mehnatkash. Qaysi davlatda yashamagan bo'lsam, o'zbek oshxonalarimiz bor. Kelarganlar bor masalan. Endi ovqatdan eng bizga yaqin men yashagan davlatlarning ichida Turkiya deya olaman, chunki musulmon davlat bo'lgani uchun baribir plus minus ovqatlar. Endi bu xalqlarning ovqatlari qiyinroq. Bilsangiz, endi dengiz mahsulotlari ko'p. Dengiz mahsuloti yesa bo'ladi. Bu yerda sushi, rollar, boshqa narsa. O'shani hisobiga men Turkiya deya olaman. Masalan, Vyetnamda, Tailandda ko'p oshxonalarga borib men ovqatlanmayman. Ochiq aytargan bo'lsam, o'zimizda uyda O'zbekistondan baraka topsin posilkalar kelib turadi masalan. Xalqimizning mehnatkashligi, tadbirkorligi, ochiq ko'ngilligi, muomala odobini aytdingiz-ku. Baribir har xil deylik odam borda har bir millatda. Masalan, ko'proq sizni uyaltiradigan, ko'nglingiz to'lmaydigan, odamlarimiz to'g'rilashi kerak bo'lgan, o'zbek imajiga salbiy ta'sir qiladigan tomonlari ham bormi? Ba'zan guvoh bo'lgan holatlar bo'lgandir, uyaltirgan holatlar. Endi bo'lgan, unaqa holatlarni hammamizni endi ko'pchiligimizda bilamiz. Konkret aytmasangiz ham umumiy bilyapman. Endi qanaqalarimiz bor. Endi afsuski ba'zi sharoitlari to'g'ri kelmay bizning davlatdan chiqib ketib, endi ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqayotgan masalan bizning o'zbek ayollarimiz, qizlarimiz. Endi biza avvalambor ko'p diniy musulmon davlatimizda sovetdan anaqani oladigan bo'lsangiz, u payt to'g'ri bizning ota bobolarimizga boshqacha yo'nalishda dars berishgan, boshqacha narsalar aytishgan. Lekin hozir bizda islom O'zbekistonda shukrlar bo'lsin, erkin, bemalol. Вообще odam o'zini tutishi ham ancha bemalol boshqa davlatlarga qaraganda. O'zbekistonda yaxshimi? Bizda yaxshi, anaqa yo'q. Haqiqatan maza qilib yashaydigan davr keldi. Juda O'zbekistonda endi oldingi davrlar bilan solishtirib tadbirkorlik erkinligini aytmaysizmi? Xohlagan biznesingni ochishing mumkin. Erkinlik. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, endi ba'zida ya'ni bizani davlatimizga, bizani xalqimizga to'g'ri kelmaydigan sohalarda, qiyshiq sohalarda ketib ham shu sohalarni reklama qilayotgan anaqalarimiz bor-da. Masalan, harom bo'lgan qimorlar bo'lsin, blogerlarimizning ichida baribir o'shani orqasidan foydalanib yashab yurganlar bor. Endi ayollarning ichida ham. Yo'q, mana aeroportlarda, ko'cha-ko'ylarda baribir uchratasiz. Shunaqalarda ham ba'zan to'g'risi ba'zan
aeroportlarda uyalib ketamanda, mana deylik Dubaydan qaytyapsizmi yo Turkiyadan O'zbekistonga qaytyapsizmi, aka mana narsamni o'tkazib bering, mana bunaqa boshqa millatlarda kam ko'rasan-da u narsani. O'zimiznikilar Endi bizada endi avvalambor mana hurmatli tomoshabinlaringizga aytamanki, bu juda ham nozik. Men shu sohani ichida ancha yildan beri ishlaganimga hech qachon hech kimga maslahat bermayman. Yaxshilik qilaman deb umrini xazon qilgan insonlar borda. Men bu eminman mana shunaqani ozgina surishtirganimda bor insonlar, masalan bizada O'zbekistonda bo'lgan holatlar bor. Iltimos qilishgan, o'tkazib beraman deb ichida taqiqlangan narsalar bo'lgan, o'zi birovnikiligini dokazat qilib bera olmagan odamlar ko'p bo'lgan. O'shani hisobiga endi men hisoblaymanki, olish kerak emas. To'g'ri, bizada yaxshilik qilaman dedi, yosh katta odam bo'lsa, bolam bo'sh ekan, chimadani o'tkazib ber deyishi mumkin. Ichida nima ketayotganini bila olmaymiz-da, o'shaning uchun unaqa narsaga men qarshiman, to'g'risi. Ehtiyot Hech kimga maslahat bermayman, ehtiyot bo'lish kerak. Dokazat qilib berish qiyin bo'ladi-da, o'zi sizniki bo'lmaganligini. Nechanga ham shunaqa emasmi? O'zbekistonga ketayotgan paytda yana shunaqa iltimoslar boshlanmaydimi? Nechangda qanaqa? Endi men bilmayman, aeroportda endi unaqa ko'p anaqa qilmayman-ku, lekin endi men o'ylashim bo'yicha hamma davlatda bo'ladi, har xil odam bo'ladi. O'shaning uchun mana yaqinda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimga tushdi, bizani O'zbekistonda endi o'zimizni dam olishga borgan yigitlar, u yoqda mumkin bo'lgan narsalar bizani davlatda mumkin emas. Ya'ni u yoqda mumkin bo'lgan narsalardan ko'p olishga bizani davlatga kelganda assalomu alaykum sekin kutib olishgan. Nimaga? Chunki bizani davlatda mumkin bo'lmagan narsalar o'tda bemalol, masalan shu tarafini o'ylamagan anaqalarimiz borligiga, lekin u narsaga qoyil qolaman men. Qanaqasiga bilishadi, что bizani davlatda mumkin emas. Shunaqa narsalarni ham olib kirmoqchi bo'lib qo'lga tushib, masalan, ancha ozor chekkan insonlar bor. Tadbirkorlik bozorida qanday imkoniyatlar bor? Egallanmagan yangi bir yo'nalishlar mavjudmi yoki Vyetnamdan o'zimizga nimalar olib borib sotish mumkin? Endi meni fikrim bo'yicha bu yerda tadbirkorlik o'zingiz ko'rganingiz o'zbek oshxonalarimizga juda ham talab katta. Nechanga o'zida 10 dan ortiq o'zimiz oshxonalar bor ekan, restoranlar. O'sha talab bo'lgani uchun ochilyapti. Men o'ylashim bo'yicha yana ham ko'payadi, chunki faqatgina bizani kelayotgan xalqimiz emas, Qozog'istonliklarga ham, Rossiyaliklarga ham hammaga bizani oshxonamiz yaqin bo'lgani uchun endi o'zbekimizning taomlariga talab bor. Bu yerdan nima olib ketish kerak degan savolingizga, bu yerdan Tailanddan men endi o'zimning fikrimni aytaman, dori-darmon, ya'ni tabobat. Chunki bularning xalqi juda ham ko'p yildan beri tabiiy dorilar bilan, ya'ni tabiiy biologik aktivniy добавка deymiz-a, qo'shimchalar bilan davolanib kelishadi. Biz ko'p masalan ximiya bilan, ukollar bilan qiladigan lecheniyamizni buni bu to'lanlar bilan qilishadi. Juda ham ko'p biza bilmagan dori-darmonlar bor. Bular deb hisoblayman. Endi quruq mevalarni endi agar egallanmagan bo'lsa, mangolarni masalan quritilganlari, bunaqa narsalar bilan keyin ziravorlar, masalan oqmurut, qushlar olib ketarganlar bor. Hali unaqacha ko'p rivojlanmagan-ku, lekin ekzotik yoni qushlarni bizani davlatlarga olib kirib pullayotgan insonlar. Bizdan nima olib kelish mumkin bu yoqqa? Bizdan nima talab bo'lishi mumkin? Nima kirib kelyapti? Go'shtimizni. Go'shtimiz yaxshi Go'shtimizni, bizani dumbalarimizni masalan. Endi bu ham o'zimizning oshxona, lekin nimaga desangiz yo'q o'tda. Bizani ovqatimizning mazasini. Bularning mol go'shtini mazasi bizdagi emas? Yo'q. Mollarni o'zi juda ham kam ko'rganingiz. Lekin mol boqadigan joy ko'p ekan, mol kam. Davlat. Bironta qo'y ko'rmadim, davlatda mol bor ekan. Qo'ylar ham bor. Bormi? Qo'ylar ham bor, endi o'zini joylari bor unaqada, lekin ob'yom bo'yicha endi bularni xalqi ko'proq dengiz bo'lgani uchun dengiz mahsulotlari yeyishadi. Mevalari tropik bo'lgani uchun juda ham ko'p mevalari bor, sabzalari bor. O'shani hisobiga bizani endi men fikrim bo'yicha balki boshqa narsalar ham bordir. Bizani davlatdan shu hozircha o'sha dumbalarimiz, go'shtlarimiz masalan endi kolbasni izdeyalar deymiz, shunaqa narsalarga talab kuchli bo'ldi. Katta talab. Vyetnamdagi o'sha tadbirkorlik sohasida biz o'rganishimiz kerak bo'lgan nimalar bor deb o'ylaysiz? Nimadir yangilik oldingizmi o'zingiz uchun? Masalan, Turkiyada ham ko'rmagan, o'zimizda ko'rmagan va o'sha Tailandda ham uchratmagan nimadir bormi bu yerda? Vyetnamliklarga xos bir yoki bizdan oldinlab ketmaganlar bular ham.
Yo'q, endi men o'zim uchun общий qilib javob beraman bu savolingizga. Bilganim soddalik, oddiylik. Masalan, bu yo'g'ini firmalarida ham, katta firmalarda ham obedda 1-2 soat belanchakni shunday osishadi. Katta direktori bo'lsin, boshqa yoki bitta uxlab olishadi. 1 soat, 2 soat qolgandan keyin obed vaqti. Produktivность ko'tariladi. Juda ham. Aziya davlatlarining ko'pi buni qo'llaydi. Oddiy, masalan, ko'chada oddiy mana shu ko'rganingizdek mototsiklda yoki velosipedda ketayotganda bitta katta firmani egasi bo'lishi ham juda oddiy hol hisoblanadi bu yerda. Ya'ni bu yerda mashina prioritetmi yo'qmi? Roskошmi? Mana o'zimizda iloji boricha eng qimmat mashinalarni olish zo'r hisoblanadi-yu. Mashinani masalan qimmatga qiziqarganlar bor olib, lekin haligi aytganimdek bu yerda bitta tochkadan mana ikkinchisiga yetib olish uchun ko'proq qo'llanishadi. Ya'ni ro'skich emas, oddiylik, masalan, qulaylik deylik, mana bitta joydan ikkinchi joyga yetib olish uchun bemalol qo'llaniladigan narsalardan bittasi deb hisoblayman. Ya'ni juda ham oddiy hayot tarzi kechirishganning hisobiga 80-90 yoshda ko'rasiz, dajmaydi bir xil so'rab qolaman, mehnat qilib, harakat qilib, ertalab sport bilan shug'ullanib yurgan judayam ko'p odam ko'rasiz bu yerda. Shaxsiy tajribangizni kim aytingchi, masalan 2 yildan beri Vyetnamda yashayapman dedingiz. Bu yoqqa turist bo'libmi, ish maqsadida kelayotgan odamlar nimalarni qilishi kerakmi, nimalarni qilmaslikdan ehtiyot bo'lish kerak? Endi avvalambor bu yerga kelgandan keyin qulaylik uchun albatta mashina neudobniy. Nimaga desangiz, nimaga bu yerda mototsikl ko'p probka bo'lib qolishi bor, boshqa mototsiklda bu yerda o'tib ketaverasiz, ishingiz qulay. Bizlar davlatdan bu yerga ko'proq muddatga yashashga kelayotganlarga maslahat beramanki, международный право, ya'ni haydovchilik guvohnomasi qilib olishsa, ancha ishligi yengil bo'ladi. Shu mototsikl haydashni bilishsa, juda ham ko'p chiroyli joylar bor, masalan, ishxonaga ham qulay, ancha qulay mashinaga qaraganda buni maslahat beraman. Sразу chiqib ketmaslikni, chunki bularning qonunlari bizlarniki bilan sal to'g'ri kelmay qoladi-da. Haligi ko'rganingizdek hamma yoqdan chiqib keladigan bu. Ozgina yo'l-yo'rig'ini o'rganib olib, keyin katta yo'llarga chiqishligini maslahat beraman. Sardor aka, podkastda qatnashib, fikrlaringizni bildirganingiz uchun sizga katta rahmat. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyinchalik ham yana podkastlarda sizni kutib qolamiz. Inshaalloh. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham katta rahmat. Kelgusi podkastlarda ko'rishguncha xayr.